Xo'p, jigarlar, Qo'qon mashina bozoridan vaziyatni ko'ramiz. Nexia qatorida narx-navolar olgan kelganman. Qo'qon mashina bozoriga do'stlar, endi odam yo'q bozorda. Qaranglar, mana bozorlar pustoy. Farg'ona viloyati do'stlar, Qo'qon shahri mashina bozor bor. Anchagina juda katta, ko'pchilik biladi. Qo'qon mashina bozorida do'stlar ko'pchilik xabari bor. Lekin akalar Nexia qatorida vaziyat og'ir. Qaranglar, hech kim yo'q. Hali baraka bo'lgan mashinani o'zim ham ko'rganim yo'q. Hamma yurgan odam mana shu yerda, hamma tomoshabin. Ko'pchilik Nasiya savdo variantga mashina ko'rishyapti. Bergani beryapti, Nasiya savdo variantga sotyapti. Sota olmagan o'tiribdi mana do'stlar. Qaysi tomondan ko'rsatishga ham hayronman. Mana bu yoqda ham Nexia, bu yoqda ham Nexia do'stlar, mana bu yoqlar ham to'la Nexia bo'lib yotibdi. Qani unda boshladik hammaga. Assalomu alaykum, hurmatli Ali Uz kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan do'stlar videoda bir chig'avoq qilib egalardan, dehqonlardan olib beraman. Mana shunaqa bo'lsa vaziyat, do'stlar, xalqimizga foyda. Odamlar qancha akalar mashina bozorga chiqmasa, mashina olmasa, o'zimizga shuncha foyda. Narx-navo yana ham tushadi, Nasiya savdoga mashina bosib ketadi. Akalar 2000-3000 dollar bilan noto'g'ri saytlar inomarka mashina ko'rsatyapti Nasiya savdoga. Rasrochka yotibdi hamma joy. Bu ketishda bo'lsa, hurmatli obunachilar, narx-navo O'zbekistonda mana shu GM narx-navosi yana ham do'stlar tushib ketadi. Narx-navo yana ham tushsin, o'zbek xalqi mashina minsin tezroq deganlar bo'lsa, laykni bosinglar do'stlar. Kambag'alni minadigan davri kelyapti mashina. Bu Nexialar do'stlar bora-bora bitta Tikoda puli ko'p ketadi bu ketishda. Qani unda boshlovdik do'stlar. Bitta narsani so'rab qolamaslarni har doimgidek kichkinagina mehnatni qadrlab laykni bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Layk bosib qo'yish mutlaqo tekin jigarlar. Layk bosib qo'yisizlardan, podpiska, obuna bosib qo'yisizlardan, narx-navolarni yaxshi qilib yoritib berish Muhammad Ali ukalardan, Ali Uz kanalidan bo'ladi. 500 ming obunachilik betyapti, shuning uchun qizg'anmasdan obuna, podpiska degan tugma bor, ana shuni bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Unaqa bo'lsa biz qani boshlovdik sekin egalaridan. Nexia biriklardan olaveramiz aralashtirib. Savdo qilmayapsizlarmi, Hojiga? Savdo bo'lyaptimi? Narxini bilib ketay, bitta aytib qo'ying aka. Yilichi? 2006 ma'lumot o'rnini bilib qo'yasizlar, 3000 dollar narx aytishyapti do'stlar. Savdosi bo'lyapti-ku, shuning uchun to'xtab o'tirmadik. Boshliq xormang. Qo'shoriyam narx-navosini buni yo bilib ketayim. Necha yili? 2014. Gap yo'q. Qayerda mashinasi bu? Andijonning mashinasi 2014-yil ishlab chiqarilgan. Ana do'stlar, Andijon Nexia'si. O'zi ham andijonlik emasmiz? O'zlari Qo'qonlik Andijonning mashinasi bor ekan akamiz, mana olib chiqibdi bozorga. 2014 metan gazi bor, lyuks mashina, konditsioner, rollari gidroligi. Buni konditsioner ishlaydimi aka? O, gap yo'q, ishlaydi. Mashina so'z yevro motor, ekin anajlari bor ekan. Ko'rdinglar-a? Klassiyasi qancha buni aka? Toza mashina. Gap yo'q. Nexia'ning fulli 2014, klassiyasi toza, 737. Gen berasizlarmi bunga? Ana. Gen davernisdan berishar ekan. To'pda yangi bo'laqa deb qo'yishgan. Shumkalari ham bor ekan-a? To'pda shumka. Tayyorlari bor. Qancha yurgan bu aka? 390 ming yurgan. Motor, ходовой, korobka yaxshi holatda. 390 ming yurgan, rasxot yo'q. Ходовой korobkalari yaxshi ekan. Andijonning mashinasi hozirda Qo'qonda. Eshigining girovkasi ham yaxshi ekan. Metan gazlari bor. 100 taliga bu. Mana tagida akalar pollari shuncha ekan. Xo'p, nech pul deymiz endi aka buni? 5000 narx aytishyapti. Kamini qilib berishar ekan, kelishiladigan joyi bor. Naqdiga so'rashdim, nimaga so'ramasa. So'ragani yo'q-a? Nasiyasi bormi yo'q atrofga? Ishtiriga faqat naqd pulga nasiya savdosi yo'q. Ayting nomeringiz. 97lik 595 78 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'ling, charchamang aka. Bu tomonda Malibu 1 bor ekan. O't, egalari mana shu yerdami? Namoli emasmi aka? Malibu 1. Nexia'ni puliga beramiz buni, nima bola? Nexia qatoriga yopsiz. Necha yili? 2013. 13. Nech pul deymiz buni? 10 dan tushib beramiz. 10 ming kam bor. Qancha qildi qo'lingiz qisqani ishtiriga? Ishtiriga 8 qilishdi. 8000 dollarni ko'ribdi akalar mana sizlarga. 2013 jigarlar shu 2013 Cobaltlardan sal qimmatroq narx ko'ribdi. Kraskalari toza. Toza mashina. Gap yo'q, kraska toza. Mexanika paysi 2 bo'ladi, ya'ni tepada luki bo'ladi. Mashina mexanika. Mana poliklari bor, chexollari bor. Bitta ko'rsatib ketay ishqibozlariga. Mana Nexia'ni hozir ko'rsatyapman, endi Malibu 1 chiqib qoldi. Akalar ishqibozlarga o'zim ham qiziqaman, Malibu 1ga bir ko'rsatib ketyapman. Qayerda mashinasi endi bu aka? Ohangaron. Pakalina metan ekan-a? Probegi qancha edi? 212 ming bosib o'tgan masofasi bor edi. Nasiyasi yo'qmi endi buni? Yo'q. Naqdiga faqat-a? Qancha qildi qo'lingiz qisqani? 8 million.
8000 qilganda bermabdi. Ayting nomeringiz. 97 214 53 33 raqamlariga aloqa chiqarasizlar. 13 toza ekan. Gap yo'q, davom etamiz. Nexia qatorda. Nexia bir bor, lekin egasi yo'q. Ana mashinalar ko'p, lekin egalari yo'q. Bunichi? Nexia bir, buni egasi bor ekan, Stanley Svetda. Boshliq xormi? Qarshi qolmayapsizmi? Narxni ko'rsatib bilashlarga buni? Necha yili? 2008 $3000 kam bor ekan. Qayerda mashinasi bu? 3 ko'prikda mashinasi. 3000 kam bor. Nomer qo'ymaysiz. Ha, nomer Angli. Xo'p, mashinamiz 3 ko'prikda, mashinani tagi Toshkent viloyati. Mana motorlari Sons motor, metan gaz, rollari gidravlika. Kraskasi qancha buni? Tomdan pastda bor, ha? Gap yo'q. Nasiya savdosi yo'q? Qancha bo'lsin boshiga? 1000 bo'lsa, 1000 puli borga bank orqali savdosi bor ekan. Yaxshi, ayting nomeringiz. 90 155 0098 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar qiziqqanlar bo'lsa. Sotilish qanaqa? Yaxshi. Yo'q, so'ragani bo'ldimi menimi o'zi naqdga so'ragani yo'q, ha? Gap, charchamaylar. Xo'p, Nexialardan, Nexia arzonroq Nexialardan bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. 3000, 4000 deyishyapti, 5000 deyishyapti. 2011 bor ekan. Egasi yo'qmi ekan buni boshliq? Sizlardan emasmi egasi? 3950 yozishibdi. 2011 ekan. Nomeri bor ekan, lekin akalar ko'rsata olmayman, sababi ruxsat so'ramasdan ko'rsata olmaymiz. 2011 1.6 motor 3950 yozishibdi. Ko'rsa bo'ladigan mashina, lekin afsi egasi yo'q. 15 kun oldin olib chiqdim. Oho, begasi borlardan. Maloshni Nexia 2. Sizdan boshliq bu. Bosoriya narxnamosini? Necha yili? 10. Qayerda mashinasi bu? Gap yo'q akalar, Chimyonning mashinasi 2010 Maloshni Svetda Nexia 2. Chanim xototda bilan yaxshi holatda. Kraskasi qancha? Toza. Gap yo'q, toza ekan. Kraskasi yo'q, toza holatda. Probegichi buni? Buni tilini topa olmayapman, ha? Ochal. Avval topdim. 99 ming ga Sonsi motor. Gap yo'q. Propan injektor bu? Ha? Injektor propan. Rasut yana ham kamayadi, rasuti. Gap yo'q. Ko'rlar mana. Rollari gidravlika. Ana 2010. Nech pul deymiz aka buni? 4000 ga bermadingiz. $4000 ga naqdiga bermabdi. Qancha yurdi? 94 ming yurdimi? 99 ming yurgan mashina edi. $4000 ga bermabdi shitiriga. Ana kraskasi toza mashina. Propanlargacha qo'yib qo'yishgan. Gap yo'q, 4000 ga qo'shganiga beraman deyapti. Propandan mashina nechtaligi? Propan nechtalik? 48 talik. Gap yo'q. Aloqa chiqarasizlar. Nasiya savdo variant bank nima qilamiz? Boshliq buni. Kelishsak bo'ladimi? Qancha pul bor telefon qilaversin Nasiyaga? To'g'ri bo'lsa, telefon qilib yo'q, boshiga Nasiya savdoga. Hatto 3 qilib bersa ham. Meni keyin qolgan summani gaplashib kelishamiz deyapsan. Gapi 3000 pul kerak ekan, qolgan summani gaplashamiz. Akalar, muddatini, pulini gaplashamiz ekan. Ayting nomeringiz. 88lik 882 15 55 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'ling aka, charchamang. Xo'p, davom etamiz egalaridan. Qani, arzonlardan topish kerak. Hojiga sizlarmi mashina? Narxini aytib qo'yasizmi buni bir bilib? Yilichi? 9,5 ming dollardan qaytishyapti. Nexia 1chi? Da so'raylik shuni narxini ham. Evet, akam narxini bilib ketsam bo'ladimi buni? Nechigan yili? Narxchi? 3000 kamini qilib berishyapti akalar. Ma'lumot o'rnida buni ham bilasizlar. Xo'p, 2002-3000 dollar kam bor. Bizga arzonlardan kerak. Nech pul ekan narx hojiga buni? Yilichi? 15 4,5 ming dollarga mana bor ekan. Kami bor. Sizdanmi hojiga mashina? Ko'rsatavering videoga. Dehqonlardan bo'laman. Qancha qilib qo'lingiz qisgan ishtiriga? Variant qilishyapti. Nasiya bermaysizlar ekan. Nasiyasi yo'q. Akalar, nasiyasi yo'q. 15. Kraskasi qancha buni? 40% bor shekilli. 40% bor. To'g'ri pastga gaplashsak bo'ladimi men buni?
Gaplashamizmi? Kelishtirib beramiz. Atrofda gaplashamiz. 2015 072. Gen berasizmi hoji aka buni? Ha, o'ziga oldi sotdimi? Ha. Rolik gidravlika. Shumkalari bor ekan 2015. Qayerda mashinasi edi bu? Akada Qo'qon shahar, yangi bozorda mashinasi. Mana. Qo'ylarchi, to'rtta balon yangi holatda ekan. Dehqonchilik mashina. Mana metan gazlari bor edi. 40% 30% da kraskasi 40% bor edi. Qo'lni qisqari qancha qildi hoji aka buni sira bo'lmasa ishtariga. So'rashmadimmi yo'q? Ha, nasiya deyapsiz. Gap yo'q. Ayting nomeringiz bunga. 33lik 203 33 77 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'ling, charchamang, savdoga baraka. Alius. Podpiskalar bosib qo'ygansiz hoji aka? Ya. Like'lar ham bosyapsizmi? Joni sog' bo'lsin, rahmat. Obuna bosganingiz uchun rahmat. Sizlar ko'ryapsiz, yuribmiz mana bozorlarda. Joylar sog' bo'lsin. Akalar mana ko'rsatib ketdim. O'zimiz obunachining mashinasi ekan. Xo'p, egalaridan, Nexia'lardan. Egasi bormi-kan buni? 10. Egasi kim ekan? Sizlardanmi boshliq? Narxni ko'rsatib podpischilarga necha yili? 10. Nech pul deyapsiz buni? 3,5 ming kam bor 2010. Qayerda mashinasi bu? 5 mashinasi 2010 3,5 ming kami bor deyishyapti. Mana ko'ramiz. Motorlari 1.6 edi. Metan gazi bor edi. Rolik gidravlika. Kraskasi qancha polniymi? Bor kraskasi 60%. Bir de bagajlari bor. Qancha qildi bugun qo'lingizni qisqani ishtiriga? 2600. Qancha qo'shsa beramiz? 2600 dollarni ko'ribdi bozor. Bermabdi 2600 dollarga. Qo'shsin, savdosini qilsin, mana Nexia birdan arzon beraman deyapti. 5 mashinasi edi aka. Mana pollari. Zapaska, diska, balon, kuluch hamma yo'q bor, metan gazlarigacha bor 100 tani. Motor hadoga kirib yaxshimi aka? Mashinani ishkali yo'q mashinani. Eshityapsizlarmi? Mana dehqonchilik aytayapti egasi, motori yaxshi, hadovi yaxshi, korobkasi yaxshi, umuman ishi yo'q deyapti. Bitta ish shu mana shu ko'zibda aka. Shu ko'zibda deyapti. Qarab olsa bo'ldi deyapti. 2600 naqdiga bermabdi, qo'shsa beraman deyapti. Nima dejana gapingiz bo'lib qo'ydim? Shu gapmi? Nasiya savdoga nima deysiz? O'zi arzimagan pul. Endi cho'ntagida ozroq pul bozor bo'lishi mumkin, mashinangiz yoqib qolsa deyman-da. Atrofingiz bo'lsa chiqib qolsa deyman-da. Bo'laveradi. Kecha-kecha 1-2 oyga variant ham qilib beraman. 2 oyga 1000 pul bor telefon qilaversin boy aka. Gaplashaveramiz mo'yan 60 kun vaqt o'tib ketadi. 2000 bo'lsin. 1,5 ming necha? Gaplashaveramizmi? Ismingiz nima aka? Oybek. Oybek akaning mashinasini qo'shib qo'ydim. Dehqonchilik o'zlaridan 1,5 ming puli borgan nasiya savdosi bor mana sizlarga. Probegi yo'q-a buni? 417 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan. Mana gap yo'q. Nomerni ayting endi Oybek aka bunga. 94lik 440 29 89 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. To'rtta balon lekin yangi holatda ekan, Zodiac. Tunga degan balon menda bu. Gap yo'q, charchamang aka, savdoga baraka. Rahmat, sog' bo'ling. Omad. Xo'p. Aka narxni bilsak bo'ladi Nexia birda. Assalomu alaykum. 97 aka. Nech pul deymiz? 2,5 kam bor deyapsiz. 97 2,5 ming kam bor. So'rashmadim. Bugun so'rashmadim narxni. 2000 ga berishmabdi. Suvagi butun mashina. Butun yurishda muammo yo'q. Muammolari yo'q. Kraskasi-chi buni? Kraska. Ko'rsatib ham buyog'im. Polni kraska mashina. Polni kraska holatda. Qanchaga bermoqchi? 2000 ga? 2000 dollar naqdiga bermadim deyapti, eshityapsizlar-a? Mana chexoli bor, linoning poligi bor. Qo'shsa beraman deyapti. Pultlarigacha bor. Mana motorlari, hadovoylari yaxshi. Balonlari ham o'rta holatda ekan-a? O'rta holatda. Endi yangi qo'yib olish kerak, yaxshisi. Mana motorlari, Sons motor, metan gaz bor, rolik gidravlika. Bu qayerda mashinasi bu? Qo'qon shaharining mashinasi. Qo'qonda mashinasiga. Gap yo'q. Nasiya qilmaymizmi? O'tiravering. Ishtiriga faqat, a? Ayting nomeringiz.
91lik 292 292 92 92 2000 ga bermadi, qo'shganiga berasiz aka. Mayli, savdoga baraka. Davom etamiz. Nexia 2 mi bu, 1 mi? 1. Qo'shavering aka buni ham. Nech pul deymiz buni? 2,5 ming bormi? Mana, yilichi? Yili 98. 98 2,5 ming dollar narx aytishyapti. Kami bor ekan mana. Qo'lingizni qisgani bo'ldimi bugun? Qancha qildi? 1800 ga ko'ribman akalar. Teko'da puliga so'rabdi, bermabdi. Qancha qo'shsa beramiz? Ozmoz qo'shsa 1800 ga savdosini qilib yuborsa bo'ladi. To'g'rimi aka? Akalar, Teko'da puliga Alius kanalida Nexia chiqyapti mana. Hozir Instagram olamiz mana shu mashinani. 97 midi? 98 ida. Motorlari Sons motor, uli prostoy ekan, ha? Prostoy, metan gazi bor. Qayerda mashinasi bu? 3 ko'prikli mashinasi. Mana salon. Poligi bor, chixollari joy-joyda. Mana probegi yo'q endi. Kraskasi polni. Polni emas. Voy, yo'q. Qo'ygani o'zi radnoy turibdi. Ana bo'lmasa, jigarlar endi o'chgani, endi shu o'zi tulayapti-da, o'zi yosh keldi. Shuni hisobiga tulayapti. Kapot sepilgan ekan, krillosini sepishgan ekan. 1600 ga 800 ga bermadingizmi? 1800 dollarga tortishyapti ekan asa buni. Aka bering desa ham, yo'q aka qo'shing deyapti ekan. Qo'shmayman, bering desa ham bermayapti ekan. 1800 ga qo'shganiga berar ekan. Orqani bosib qo'ying. Ha, ochilmaydimi? O'ldi-yu, ochilmas ekan. Xo'p, tayyorlovkalari bor. Gap yo'q. Aka Alius deb yozing chiqadi. Ha. Gap yo'q. Motor hadoga kirib yaxshimi ish qilib? Lekin hadoga ketgan. Hadoga ketgan. Qilib olish kerak ham. Qilib olish kerak. Motor zo'r. Motor yaxshi, yog' yemaydi. Korobkachi. Korobkasi ham. Korobkasi ham zo'r. Bitta hadovoyda ishi bor. Hadovoyda ishi bor ekanda, shu ha. Gap yo'q. Nasiya qilmaymiz buni? Yo'q. Yo'q, ishtiraga faqat ha. Nomeringizni ayting. 94lik. Ishlaydigan nomerni ish qilib? Ishlaydigan nomerni ish qilib? Bo'ldi, 94lik. 117 1913 raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Mana arzon boshi chiqib qoladi. Telefon qilsa nomerlar zayd menga qilishadi qaytib. Mashinangizdan yo'q narsani qo'yibsan deyshadi ko'pchilik. Akalar bor narsa mana, egalari ham ashir dehqonchilik bo'lib ham, bo'lib ham dehqonning mashinasi. 1800 ustiga qo'shing, Teko'da puliga minib ketasiz. Davom etamiz. Xo'p, davom etyapmiz egalaridan. Lux Cancer Nexia 2 bor ekan. Nexia 2 qora Cancerlar bor. Boshliq sizdan mashina ko'rsatayim narx-navosini. Necha yili? 9. Ishlaydimi Cancerlari? Ishlaydi. Motori akalar, mana Sons motor, metan gaz, ruli gidrolika, Cancerlar ishlaydi. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi qancha o'zi buni? Qanot o'zida. Mana qop-qora. Buni paydirovka keramika qilmaganmiz boshliq? Tayyor ekan-da, xullas mana yaltillatib qo'yishibdi. Mana balonlari yangi balon, to'ttasi bir xil. Mashqonotdan nargisidan. Mashqonotda kraskasi bor. Probegi qancha buni? 330 ming yurgan mashinaga. Xo'p, salonlari. Qayerda mashinasi endi bu? Qo'qon yangi bozorda mashinasi. Ikkita kolonkasi ham bor orqasida. Tayyorlovka polnimi? Oho. Ruxsatlarigacha bor ekan, qani? Mana, akalar. Polni tayyorlovka qilib qo'yishgan. Necha qoldi? 10 oy ruxsati bor. Hadovoy motor korobka. Tayyor. Bitta sho'pirkam ekan-da, qissa qilib aytganda. Bitta sho'pirkam. Qani? Ana metan gaz, tagi zapaska, diska, balon, ключ bor. Nech pul deb qo'y 2009 da. 4,5 ming. So'rashmadim bugun? 41 ga bermabdi. Qo'shsa beramiz deyapti. Nasiyasi yo'q atrofga. Ishtiraga faqat a. Aytib qo'ying nomeringizni. 90 629 66 95 raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Charchamang aka. Boyaga sotdingizmi, oldingizmi buni? Qanchaga? Yilichi? 17 400 ga baraka yo'pti. Tozami bu? Kraskasi bor ekan. 17 400 ga baraka yo'pti mana. Kraskasi bor ekan. Ma'lumot o'rnini bilib qo'yaverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, xayrlashib qolyapman endi. Qo'qon mashina bozoridan Nexialar yoritib berdim. Videoda zo'ri bo'ldi. 1000 dollarga Nasiyaga, 1,5 ming dollar puli borga Nasiya savdoga Nexia, 1800 dollarga qo'shganiga Teko'da puliga Nexia ko'rsatib qo'ydim. Akalar, fikrlar komment yozib qo'yinglar. Oxirgi marotaba Toshkentdan ko'rsatgandim Nexia'ni.
Sergeli moshina bozoridan qo'ygandim. Bugun mana Qo'qon, Farg'ona Qo'qon moshina bozoridan ko'rsatyapman. Yaqinlashib kelayotgan bozorimiz Andijon moshina bozorida bo'ladi. U yoqqa ham o'tib, Nexia'lardan qo'yib beraman. Like-ni bosib qo'yish sizdan bo'ladi, podpiskani, obunani bosib qo'yish sizdan bo'ladi. Mehnatni jigarningiz berish Muhammad Alius kanalidan bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, ko'rganda ko'rishguncha Alius kanal do'stlar, maxsus Qo'qon moshina bozoridan 500 ming obunachi deb aytyapmiz. 500 mingta bo'lishimiz kerak mana shu kunlarda. Podpiskani, obuna bo'lishni qizg'anmasdan bosib qo'ying.